Assalomu alaykum do'stlar. Mana zamen maslani maya. No motoristlik. Sizlar zamen maslanikini aldılar. Bundacha garqilqagach yaxshi janat o'shalar. Mana где-то 10 minutdan o'tdi. Sag'idada jan turadi. Usulida chiqib ketdi. Qisqasi mana no qarishliroq bo'ladi. No qap-qora bo'ladi. Mana yaxshi ko'rinib aytadi o'xshaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsa tusida da farqi bor. Nimaga desangiz, buga qaribdi. Ana keyin solyarka, suv aralashib ketganda bunga toza emas, may emas. Buni toza. Toza обычный отработка май. Только майели bor. Sizlarga shuni aytay, только zamen masladan olg'ila. Ana keyin yaxshi yonbayta, tezlik to'lib qoldi degan narsa bo'ladi. Agar motoristdan olsangiz. Motoristdan olsangizdaги tekshirib, suv aralashmaganmi, boshqa narsa aralashmaganmi, o'shalar tekshirib olinglar. Buni zamen maslaniki yaxshi. O'zlari filtrlaydi. Mayda отдельный, antifriz отдельный qo'yishadi. Bularda birida aralashib ketadi. Antifrizdagi, maydagi, motoristda ana keyin qarp aralashadi, solyarka, suv aralashib ketadi eng yomoni. Meni bir pechkam shu kul ko'payib ketdi-da. Neden desam, shundan ekan. Bilib qoldim deydi. Mana o'zi ajralib turadi. No, jigadan qarishliroq bo'lib, ana en biladi. No, qap-qora bo'lib turadi. Telefonda nimasiga qarag'alachi? Sayasi. Shularni oldilar. Только zamen maslani. Yaxshisini oldilar. Mana. Buni dag'adaylar uchib o'xshaydi. Emi uchibdir. Qisqasi o'shunday do'stlar, keyin bundaycha nima qilib test olib qoladi, bundaycha oladi, graduslik aytadi. Yaxshi mayda oldilar. Yaxshi mayda biz garantiyamizdaga beramiz. Yaxshiroq, endi yaxshi may desa, mashinani toza mayni tushunmaydilar. Shunday отработканы tozarog'ini oldilar, filtrlangan. Ana keyindagi garelkada quyish tomirda, bachog'ga quyish tomirda, o'sha bachog'ga, sariq bachoqqa quyish tomirda marli bilan bir filtrlab qo'ydilar. Quyayotganda.